Rashid, ikkalamizdan qay birimiz quloqni chiqarsin? O'zi bayra. Tushundingmi sen? Hammaboqda hech kim yo'q, aytavur. Har oqshom ko'kka oy chiqsa, o'sha visolingni yodga soladi. G'amgin mungli har bir so'zlaring ochmas yuragimda mangu qoladi. Sen hursan go'yo yulduzsan, tunimni yoritgan yorqin kunduzsan. Uzatam qo'llarim yetmaydi zinhor. Dengizsan, chuqursan, juda tubsizsan. Seni ko'rmoq uchun oxirgi bora butun borlig'imni bergan bo'lardim. Hattoki sen Qo'limni ushlashni xohlayapsan, shundaymi? Muzlab qolmaysanmi menga desam? kechib bu Mayli, ammo biz faqatgina do'stmiz, noto'g'ri tushunishmaydi. Seni ko'rmoq uchun oxirgi bora butun borlig'imni bergan bo'lardim. Hattoki sen yashashing uchun kechib bu dunyodan olgan bo'lardim. Seni ko'rsam g'anida, Kasalmi deysiz? Kofe qilib beraymi? Yo'q. Nima yo'q? Kasal emasmidingiz yo kofe ichmaysizmi? Kelasiga. Sog'inmadingizmi? seni ko'rsam qaniydi, bir bor ko'rsam qaniydi. Hech bo'lmasa qo'lingdan bir bor tutsam qaniydi. Seni ko'rmoq uchun atirgi bora butun borlig'imni bergan bo'lardim. Hattoki sen yashashing uchun kechib bu dunyodan olgan bo'lardim.